Iye, Rustamjonni ayoli-ku. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Bugungi tovarlarni hammasini narxini qo'yib chiqdim. Shu ayolni ko'ryapsanmi? Ha. U ayol nima sotib olsa, yarim narxida bergan. Xo'p, nega xo'jayin? Ko'p savol berma. Aytganini qil. Xo'p xo'jayin. Xo'p. Rustamjon, bir biznes boshlamoqchi edim. Xudo xohlasa bir do'kon ochmoqchi edim. O'shanga ozgina mablag' yetmayapti. O'shanga yordam beborasiz deb keluvdim. Qancha yetyapti? Shu 10 ming ko'kida kerak bo'lib qoldi. Bilaman, saxovatli inson Rustamjon. Mayli, hozir man qarab ko'ray. Ukajon, shularni hisoblab bering. Necha pul bo'ldi ekan? Hammasi bo'lib 35 ming bo'ldi, opa. Ukajon, rosa ko'p narsa oldim-ku, mabodo adashmadingizmi? Yo'q, hozir bizda skid 50%lik. Klientlar uchun. Voy, Xohlagan payt chiqishingiz mumkin. qandoq yaxshi. Voy. Mana ukajon. Mana 35 ming. Boyagi ayolni olgan mahsulotlarni siz aytgan narxda to'g'rilab beryapti. Mana shu ayol qachon kelganda tovarlarni yarim pulga berdi. Keyin ani bolaga ham yetib qo'ygan. Bola ham o'sha yarim narxida bersin. Lekin nega? Ayolning eri tuhmat balosiga uchrab qamoqda o'tiribdi. O'zi 3 ta norasida bolasini halol luqma berib boqyapti. Ha, unda tekinga berib yuborsak ham bo'lar ekanda. Bu ayol tekinga olmaydi, chunki bu ayolning g'ururi baland. O'zini halol ishlab topgan pulga kam bo'lsa ham bolalarini boqadi. Ha, oramizda shunday or nomusli va pok ayollarimiz ko'paysin.